Aka, ko'rmay qoldingizmi deyman? Charchaganimga ko'zim ketib qoldi. Voy, tushunmadimi? Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Tosh boshingda. Men bor uzr. Ayb menda. Uzr bilan ish bitmaydi. Buni bamperi nech pul turishini bilasanmi? Nech pul tursa ham qilib beraman. Faqat xos to'lab berishga sharoitim yo'q. Sharoitingni menga nima qizig'i bor? Avvalambor men bor uzr sizlar ishiga aralashayotganimga, menimcha hech qaysi bir inson ertalab ko'chaga chiqayotgan uyda moshinamni uraman deb chiqmaydi. Aka, yaxshilik kelishib olaylik-da. Nimani kelishamiz? Oldin platik qil, keyin gapir. Kimsan sen o'zi? Allohning qulimi. Tinchlikmi? Gapga ustaman degan bilatni. Mana deb urishmaylar. Shunda bu yoqqa qarab oling. Hozir sizga sharoitimni tushuntiryapman-ku. Voy, tushunmadim. Bu hozir Allohning quliman deyapti. Mashinamning nomerini rasmga yozdi. Terpiylik ekan-ku bu. Menga qaro bilatnoy, bu yoqqa. Ho, quloq. Tiling chiqib qoldimi? Mashina texnik pasportini ol bu yoqqa. Kimsan, men senga texnik pasportni berishim kerak. Ol tez, shoshilma, boradigan joyim bor. Texnik pasport yo'q. Qo'lingdan kelsa ol. Hozir. Menga qara mohir. 402 yonimda edi. Shuna texnik pasportini olib berib tursin, bir narsa kerak edi. Hop bo'ladi. Xo'p. Yo'q, tanimayman. Tez pasportni ber.